ro'zani biror bir tagida manfaat uchun tutmaylik. Ba'zilarda bor, Ramazon oyida bir yengil bo'lib, bir dieta qilib, ozgina ozib olaman deydi. Yoki biror bir boshqa masala. Yo'q azizlar, ro'zani Xudo uchun tutaylik. Alloh uchun, Allohning roziligi uchun tutaylik. Undan keyingi masalalarni Alloh taolo biz sizga diniy va dunyoviy, jismoniy manfaatlar berishligi tabiiy. Lekin avval qalbda Allohning roziligi bo'lsin. Nima? Alloh farz qilgan ro'za ibodati har bir mu'min musulmonga farz. Biz buni tutishligimiz kerak. Azizlar, ro'za tutmasak bo'lmaydi. Balog'atga yetgan, baliq, sog'lom inson ro'za tutmasa bo'lmaydi. Uni ishi og'ir bo'ladimi? Ishi yengil bo'ladimi? Ishi qiyin bo'ladimi? Vaziyati chigal bo'ladimi? Birodar, qat'iy nazar tutishlik kerak. Kasal bo'lsa, homilador bo'lsa, juma ma'ruzasida ham aytdik, emizikli ayol bo'lsa, qari chol bo'lsa, shunday kasal bo'lsaki, tutgan ro'zasi uning o'limiga sabab bo'ladigan darajada kasal bo'lsa, mayli tutmasin. Tuzalganida tutib beradi. Homilasidan xalos bo'lganda tutib beradi. Farzandi katta bo'lganda uni qazosini tutib beradi. Qolganlarga bo'lmaydi azizlar. Ishi og'ir, ishi qiyin, dalada mehnatlar boshlandi bugun. Ana alhamdulillah. Ularni ro'za tutmasligiga bir ruxsat yo'q. Shuning uchun hammamiz inshaalloh ertadan ro'za tutishlikni boshlaylik. Alloh fazilat bersin. Allohning o'zi oson qiladi. Allohning o'zi ko'makchi bo'ladi. Alloh taolo biz sizga inshaalloh yaxshiliklarni Robbimning o'zi taqdir qiladi. Faqat niyat Allohning roziligi bo'lsin azizlar. Ikkinchi, alhamdulillah, hammamiz ro'za tutishlikni boshlaymiz. Ahli ayolimiz, ota-onamiz, yoshgina farzandimiz bilan ham inshaalloh. Ular to imkon qadar ro'za tutishsin. Ro'za shukuhida tarbiyalansin. Qornlari och qolganda yosh bolalarimiz mayli ro'zasini ochsin ular. Lekin ro'zadorlik shukuhida otam ro'za tutardi, buvim ro'za tutardi degan tarbiyada ular katta bo'lishsin inshaalloh. Ikkinchidan, Alloh subhanahu va taolo ro'zaga biz sizga ba'zi cheklovlar qo'ydi. U ro'zaning farzlari hisoblanadi. Demak, yeyishdan, ichishdan, shahvoniyatdan insonni o'zini tiyishligi. Qachon? Saharlikdan to iftor vaqtigacha. Ba'zilardan savol keladi. Ro'zada cho'milish mumkinmi? Ro'zada inshaalloh terlagan bo'lsa, imkoniyat bo'lsa cho'milaversin. Lekin ehtiyot bo'lsin. Tomog'iga suv kirmasin. Burnidan suv tomog'iga o'tib ketmasin. Ohista imkoniyatga qarab cho'milsa bo'ladi, bemalol. Ba'zilar o'zlariga shariatni qiyin qilib olishadi. Qanday? Ro'zada rohatlanish mumkin emas. Nega mumkin emas? Ro'zani farzi yeyishlikdan, ichishlikdan, shahvoniyatdan, sahardan to iftorigacha o'zini tiyish kerak odam. Mana shu farzi. Birodar, bomdoddan keyin, quyosh chiqqandan keyin mazza qilib yotamiz. Rohatlanasizmi? Unda rohatlanish mumkin bo'lmaganida uyqu ham mumkin bo'lmaydi ro'zadorlikda. U qilish mumkin emas, bu qilish mumkin emas deb shariatni chigallashtirib qiyin qilib olmaylik azizlar. Mumkin, ruxsat. Kim cho'milmoqchi? Cho'milsin inshaalloh imkoniyatga qarab. Bugungi kunda nega shariatda ko'p gap bor? Yoki odamlarning tilida ko'proq gap bor. Basseynda suzish, cho'milish mumkin emas. Lekin burundan, og'izdan suv kirmaydigan darajada bir sho'ng'ib chiqsa bo'ladi. Lekin og'izdan va burundan suv kirish ehtimoli ko'p bo'lganligi uchun basseynda bir kirib chiqishga ruxsat bermaydi shariat. Ustidan suv quysin, yaxtak suv bilan ishlatsin. Suv salqinlashsin o'zini. Shunga shariat ruxsat beradi azizlar. Bugungi kunda mana yana savollar kelyapti. Tish yuvish mumkinmi? Agar bizni tish pastamiz biror bir hidli yoki ta'mli bo'lmasa, bir oddiyrog'ini tanlab tishimizni yuvsak, uni zarari yo'q. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Biz bugun og'zimizdan keladigan hiddan xijolat bo'lamiz. Shuning uchun tishimizni yuvaylikmi yoki yo'qmi deymiz. Buni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Ro'zadorning og'zidan keladigan hid
erta qiyomatda jannat mushklaridan ko'ra a'loroq, yaxshiroq dedilar. Undan xijolat bo'lmaylik azizlar. Xijolat bo'ladigan bo'lsak, mana inshaalloh saharlikdan keyin ertalab tishimizni yuvsa, inshaalloh bo'ladi. Lekin o'shanga ham ehtiyot bo'laylik, tomog'imizga suv o'tib ketmasin. Yana bir savol kelyapti. Ro'za paytida xushbo'ylik sepsa bo'ladimi? Xushbo'ylik seping bemalol. Faqat burunimizni oldiga emas, chetroqqa, qo'limizga, ikki qo'limizga, kiyimimizga sepsak bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo biz